Eyelinerlarni toza holda saqlash juda muhim hisoblanib, bu ularni ustida blyashka, hid va rang o'zgarishini oldini olib turadi. Qanday qilib ularga to'g'ri tozalash kerak? Birinchi usul bu tish cho'tkasi bilan. Yumshoq cho'tkadan foydalanib, eyelinerning ikkala tomonini ham sovuq oqayotgan suv ostida muloyimlik bilan artib chiqing. Issiq yoki iliq suvdan foydalanmang. Bu eyelinerlarni deformatsiyasiga olib kelishi mumkin. Tish pastasidan foydalanmang. U eyeliner yuzasida g'adir budurliklarini va natijada hid va dog'larga sezgir bo'lib qolishiga olib keladi. Maxsus tozalovchi tabletkalar bilan. Tabletkani sovuq suvga eritib, eyelinerni ko'rsatmalarga muvofiq taxminan 20 daqiqa davomida solib qo'ying. So'ngra uni sovuq suvda tezda chaying. Sovun bilan. Agar sovun ishlatmoqchi bo'lsangiz, tiniq va hid qo'shilmagan suyuq sovunni tanlang. Rangli sovun eyelinerni bo'yashi, hidli sovun esa yoqimsiz ta'm qoldirishi mumkin. Uy sharoitidagi usullar. Internetda ko'plab o'zingiz qila oladigan yechimlari bor, ammo eng xavfsizi Clean Correct Eyeliner tomonidan sinovdan o'tkazilgan va tasdiqlangan usullarga amal qilishdir. Qo'shimcha maslahatlar. Faqat rangsiz ichimliklar eyeliner uchun xavfsizdir. Ularni kiygan holda issiq yoki rangli ichimliklardan saqlaning. Ovqat yeyishda, ichimlik ichishda yoki tish cho'tkayotganda eyelinerlarni albatta maxsus qutisiga soling. Eng yaxshi natijaga erishish uchun eyelinerlarni kuniga kamida 22 soat davomida taqishni unutmang.